Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, o'ziga shinamgina bir yoqimli kvartira qidirib yurgan muxlislarimiz, kuzatuvchilarimiz hozir sizning e'tiboringizga yana bir shinam kvartiramizni taqdim etmoqchimiz. 3 xonani tashkil etadigan 9 qavatli domning 6-qavatda joylashgan ushbu kvartiramiz 110 metr kvadratni tashkil etadi. Domimizda, podyezdimizda albatta lift o'rnatilgan, elitni domlardan hisoblanadi. Samarqand shahrining Gagarina ko'chasida joylashgan. Hujjatlarimiz bor. Gluxoy xonasi yo'q, planirovkasi yaxshi tushgan. Xo'p, keling, planirovka hamda remontimiz bilan tanishib o'tamiz. Bu yer payqagan bo'lsangiz kerak, mehmonxonamiz bo'lyapti, yumshoq mebel qo'yilgan. U tomonda ko'rib turganingizdek balkonimiz bor. Kvartiramizda ikkita balkonimiz bor. Hozir ikkinchisini video davomida ko'rib o'tamiz. Mehmonxonamiz mana shunday oppoq atashento uslubida remontdan chiqqan. Patologlarimiz natijnoy patologlar qilingan. Prixoshkaga chiqqanimizda, mehmonxonadan chiqqanimizda mana shunday keng kirib kelishimizdan prixoshka bo'lyapti. Bu tomon ham keng, marhamat, ko'rishingiz mumkin. Alohida sanuzlar, alohida xonalar. Keling, kattalar yotoqxonasini ko'rib o'tamiz. Bu yerda ham kiyimlarni qo'yish uchun marhamat kattagina shkaf qo'yilgan, 2 kishilik yotoq mebeli, tumbuchkalar hamda mana shunday oynalar qo'yilgan, atrupalarni qo'yishlari uchun ayollarimiz. Kvartiramiz to'liqligicha teplый pol isitish tizimida isiydi. Bu yerda bizda 3-xonamiz bo'lyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Bu yer bolalar uchun yotoqxona yoki mehmonlar uchun yotoqxona qilib bersangiz bo'ladi. To'liqligicha teplый poldan tashqari 3 ta xonamizda radiator uchun joy tashlab ketilgan. Hamda oxirgisi bizda oshxonamiz bo'lyapti. Marhamat, ko'rishingiz mumkin. Oshxonamiz ham mana shunday oppoq aboylardan remontdan chiqqan, oq mebellar qo'yilgan, oq qora kombinatsiya qilingan. Vытяжка, gazli plitalar qo'yilgan, rakvina hamda muzlatgichlar qo'yib o'tilgan. Hamda kvartiramizning boya aytib o'tganimdek, ikkinchi balkoni bo'lyapti. Ushbu kvartirada ikkita balkon bor. E'tibor bergan bo'lsangiz, kvartiramizda gluxoy xonalar yo'q. Hozir juda ham ko'p planirovkalarda gluxoy xona tushib qolyapti. Bunda unaqa planirovka tushmagan, marhamat. Endi sanuzlarimiz bizda umumiy bitta yuvinish xonasi, kir yuvish mashinasi ham shu yerda qo'yilgan, hojatxona ham va alohida hojatxonamiz ham bor. To'g'rida ko'rayotgan bo'lsangiz, ariston uchun joy ham tashlab ketilgan. Bemalol yozda ariston, ya'ni boylerlar, suv boylerlari qo'yib ishlatishingiz mumkin. Yana bir bor eslatib o'taman, kvartiramiz 110 metr kvadratni tashkil etadi. Narxi 95 ming deb baholanmoqda. Albatta kelishtirib beriladi. Hujjatlari hammasi joyida. Mana shunday oppoqina shinamgina kvartirani olaman desangiz, quyida yozib qoldirilgan raqamlarga telefon qilishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.